Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Naxchivan aeroportiga qilingan dron hujumi bo'yicha o'zining rasmiy pozitsiyasini bildirdi. U Ozarbayjonga qarshi qilingan bu harakatni qattiq qoraladi. Ozarbayjon Tashqi ishlar vazirligi Eron dronlari mamlakatning Naxchivan Muxtor Respublikasi hududiga tushganini ma'lum qildi. Idora ma'lumotlariga ko'ra, bitta dron aeroport terminali hududiga, boshqasi esa Sherkabat qishlog'idagi maktab binosi yaqiniga tushgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, 4 kishi jarohat olgan. Mazkur voqeadan so'ng Eron Islom Respublikasining Ozarbayjondagi favqulodda va muxtor elchisi Mushtaba Demirchilov Tashqi ishlar vazirligiga chaqirilgan. Mushtaba Demirchilovning so'zlariga ko'ra, Eron dronlari Ozarbayjonga hujum qilganini rad etdi. Elchi voqeada ko'plab shubhali elementlar borligini aytdi. Eron bosh shtabiga ko'ra, mazkur hodisa ortida Isroil turgan bo'lishi mumkin. Ozarbayjon sionist vujudi Isroilning strategik hamkori bo'lib, uni yuqori texnologiya qurollari bilan ta'minlaydi. Ozarbayjon yana yahudiy xalqining neftga bo'lgan ehtiyojining katta qismini, turli hisob-kitoblarga ko'ra, importning 40-65% gacha bo'lgan qismini ta'minlaydi. Ozarbayjondagi ushbu voqealardan bir kun oldin To'qayev Qozog'istondagi strategik muhim obyektlarni himoya qilishni kuchaytirishni buyurdi. Isroil va AQShning Eronga qarshi keng ko'lamli hujumlari hamda Eronning bunga javoban Isroilga va Yaqin Sharqdagi qator davlatlarda joylashgan AQSh harbiy bazalariga bergan zarbalari Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning jiddiy xavotiriga sabab bo'ldi. Qozog'istonda AQSh harbiy bazalari yo'q, ammo o'tgan yil oxirida Qozog'iston AQSh vositachiligidagi Ibrohim kelishuvlariga qo'shilganini ma'lum qildi. Bu Isroil va bir qator musulmon mamlakatlari o'rtasidagi diplomatik munosabatlarni normallashtirishga qaratilgan tashabbusdir. Yahudiy vujudini tan olish ham, u bilan munosabatlarni normallashtirish ham musulmonlarning huquqlariga xiyonat va mensimaslikdir. Yahudiylar musulmonlarning eng qattiq dushmani bo'lgan. Hozir ham shunday va qiyomatgacha shunday bo'lib qoladi. Alloh taolo ular va ularga ergashgan musulmon hukmdorlari uchun munosib jazo tayyorlab qo'ygan. Alloh taolo marhamat qilib aytadi: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ey mo'minlar, yahudiylar va nasroniylarni do'st tutmangiz. Ularning ba'zilariga do'stdirlar. Sizlardan kim ularni do'st bilsa, bas u o'shalardandir. Albatta, Alloh zolim qavmni hidoyat qilmas.